Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va brifing ishtirokchilari. Oxirgi yillarda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar yurtimiz iqtisodiyotining barqaror o'sishiga xizmat qilmoqda. Xususan hududlarning sanoat salohiyatini oshirish, aholi uchun qulay yashash sharoitlarini yaratish, shahar va qishloq qiyofasini tubdan o'zgartirish borasida keng qamrovli loyihalar amalga oshirilmoqda. Bu jarayonda yo'l transport infratuzilmasini rivojlantirish, zamonaviy va xavfsiz yo'llarni barpo etish nafaqat iqtisodiy taraqqiyot, balki fuqarolarimizning turmush sifatini oshirishda eng ham muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Hozirda Guliston tumanida 118 km avtomobil yo'llari hamda 429 km ichki xo'jalik yo'llari mavjud bo'lib, shundan 26 km sement beton, 18 km asfalt beton, 149 km shag'al va 64 km tuproq yo'llaridir. Tahlillarga ko'ra bugungi kunda 30 km avtomobil yo'llari va 64 km ichki yo'llar ta'mirtalab holatga kelgan. Shu bois transport infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha izchil islohotlar davom ettirish maqsadida joriy yilda Guliston tumanida 15 km avtomobil yo'llari joriy ta'mirdan, 40 km dan ortiq ichki xo'jalik yo'llari esa mukammal ta'mirdan chiqariladi. Ushbu ishlarni amalga oshirish uchun davlat byudjetidan 50 milliard so'm mablag' ajratilishi rejalashtirilgan. Ushbu chora-tadbirlar natijasida hududimizda transport harakati yanada qulaylashib, fuqarolarimiz uchun harakatlanish sharoitlari yaxshilanadi. Iqtisodiy aloqalar mustahkamlanadi va eng muhimi xalqimizning hayot sifati yanada oshadi. Hurmatli brifing ishtirokchilari, sizlarga bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shundan iborat edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.